الله لا يحب من كان مختالا فخورا. E'tibor ajratib kelgan barcha ota-onalardan minnatdormiz. Uni siri birinchi navbatda birinchi ustozni duosini olish. Bizani o'zimizni qishloqda ana masjidda domla yetishmaydi. O'zimizga kelib xizmat qiladi desanglar, o'sha yerda ko'karadi o'sha bola. Ota-onalar nomidan sizlarga rahmat aytamiz. Hammasi yaxshi eshitib turibmiz, sharoitlar boshqa, hech qanday kamchilik yo'q sizlar tomoningizdan. Bizlar endi xudo xolasa orqada turib nima xizmat bo'lsa, nima bo'lsa biz tayyormiz xudo xolasa. Rahmat. İşlerimiz oldingi mushkullarni topgan Alloh bergansin. Tegishli xotirjammiz. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Rahmat.